Oddiy bilinchik xamiridan shunaqangi mazali, tez tayyor bo'ladigan shirinlik tayyorlaymiz. Idishga tuxum, shakar va tuz solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Sutni ilitib, ustidan qo'yamiz va uni ham yaxshilab aralashtirib olamiz. Ketidan un va razrahlitilni solib, bir xil massa bo'lguncha yaxshilab aralashtirib olib, eng oxirida saryog'ni eritib solamiz. Pergament to'shalgan duxovka listimizga massamizni qo'yib olamiz va 180 gradusda qizib turgan duxovkaga yuboramiz. Ustilari qizarib chiroyli pishgandan keyin olib, xona haroratida sovitamiz. Simgacha esa krem tayyorlaymiz. Qaymoq va shakarni aralashtirib, 20 daqiqaga morozilnikka qo'yamiz. Bir chimdim tuz va essensiya solib, mikser yordamida shunaqa krem tayyorlab olamiz. Sovigan blendni teskarisini o'girib, kremni bir xil tekislikda surib, nachinka surib olamiz. Nachinka albatta xohishga ko'ra, menda esa chernichniy jam. Siz esa o'zingizga yoqtirgan mevalardan foydalanishingiz mumkin. To'liq retseptni har doimgidek video tagida yozib qoldiraman. Xuddi rulet ko'rinishida o'rab olib, bir necha bo'laklarga bo'lamiz va ustidan saxarning pudrasi sepib dasturxonga tortamiz. Siz ham ushbu mazali shirinlikni oila a'zolaringiz uchun albatta tayyorlab ko'ring.